3 yanvar 2026 yıl, hürmetli kuzatuvchilar, navbatdagi uy joyimiz chiqib sotilatog'un. Berimiz Lokatsiya Chuzak, Chinobatda, Atko'rmadamiz. Uyimiz 2 etaj salingan. Uyimizning jami kvadrati 410 kvadrat. Uyimiz shunda 250 kvadratga salingan plus minus. Uyni ko'rsatib o'tamiz, yuring ichkariga. Uyimizni ichini ko'rsatib o'tamiz. Mana uyimizda polni to'g'risi uyimiz konkret Toshkent posini taxlangan. Polni hammamiz 100%. Birinchi etaj ham, ikkinchi etaj ham topli pol. Bu yog'imiz mana hol desak ham bo'ladi, dalan desak ham bo'ladi. Televizor qo'ymaga, patologlar ham polni taxlangan. Bir 70-80% polni o'tgan. Avtomat qo'yilgan. Mana Wi-Fi'ning simi kelib turibdi. Bu yog'imizda yana bir xonasi ko'rsatib o'ting. Shunda 1-2 xona. Tak, bu yog'inda bir zalimiz bor. 3 xona zaldan ko'rsatib o'ting. Tak, bu yog'imizda yana zalimiz ham keng, kishini ham olingan. Televizorni qo'yadigan o'yinlar ham bor. Bu yog'imizda vanna sanuzel ham ko'rsatib o'ting. Bu ham bir 70-80% polni bitgan. Kafeldan polni azroq remont etsangiz tayyor hisobi. Bu yog'imiz ko'hna qismi. Ko'hnamiz ham polni topli polning butun asbob anjami shu yerda. Orqamizni ham ko'rsating. Orqamiz ham bog' uy yog'imiz bor. Aytganda bog' uyimiz kamida shu 200 kvadrat, 150 kvadrat chiqadi. Polni shu betondan o'rsangiz, bu ham katta bog' taraf bo'ladi. Endi ikkinchi etajni ko'rsatamiz. Tindan mana bog' uyga chiqish, bu yoqda pajani xot ham bor. Pajani xotga bir mashinalik joy ham bor. U ham shu joyga tegishli. Keling, buni ko'rsatib o'tamiz. Kirganimiz ham katta hol, ikkinchi etajdan chiqdik. Ikkinchi etaj ham polni bilan patologlar ham taxlangan polni. Bu yog'imiz hol etib olingan. Bu yog'imizda bitta spalni bor. Ko'rsatib o'ting uni ham. Uyimiz remontdan, lekin to'g'risi endi planirovkasini chotga yetilganda, remont azroq qilaverasiz, to'g'ri, lekin bu yog'imiz ham bitta spalni, buni ham ko'rsatib o'ting. Uyimiz aytilganda Toshkentskiy pason qilingan. Bu yog'imiz zal qismi. Zal qismi ham polni telefonning simi, antenna, Wi-Fi, nima antennaning o'jam qo'yilgandan xullas. Uyimiz doğrusu 70-80% tayyor aytilgan. Bu yog'imizni ko'rsatib o'ting. Vanna sanuzi ikkinchi etajdan bor. Uju odamlar talabi oshib, birinchi etaj, ikkinchi etajga da vanna sanuzel. Hamma uyda 2 dan 3 dan vanna sanuzi bo'lmagan. Uju yaxshilanmagan odamlarning sharoiti. Bu yog'imizdan bitta spalni bor. Uyimiz ishqilib zo'r taxlangan. Uyimizga gap yo'q, lekin chisti olib yashayman deb haqiqatan sog'an, lekin shu ayrim muammolar bilan shu chetroqdan joy olishga to'g'ri kelgan, shu yoqdan joygan. Muhimi bilan restoran bor, ikkinchi etajimizdan polni topli pol. Joyimiz shunda 410 kvadrat, Chinobat, Atko'rma. Narxi 620 million so'm naqd bahasi. Agar 300 million bersangiz, qolgan 320 million so'mni 1 yilga foizsiz bo'lib bersangiz bo'ladi. Agar yo'q desangiz 300 million yo'qmasa bir 250 million bilan qolgan 300-350 millionni bank orqali kredit etsangiz bo'ladi. Bir oyi 5,5 million so'm 5 milliondan tushadi. 15 yilga kredit beriladi. Telefonlarda qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasiz. Savol-javoblaringizga javob beramiz.